Salom do'stlar, kanaliga xush kelibsiz. Bugun videorolikda Arravodam 10-qismini tomosha qilamiz. Video ostiga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Qanimdan qochganim yo'q. Qornim ochgandi. Shunga uyga ketgandim. Yolg'on gapirishni bas qilsang-chi. Qo'rqib ketding-ku. Unda o'zing kimsan? Yo'qol deyapman. Nima deding? Biznikilardan kimdir tirik qoldimi? Ana u kichkina Kabeni ismli qiz va biz bilan bayramda bo'lgan ko'zoynakli amaki, lekin u ham ishdan ketdi. Bizni Power bilan mahkama chaqirgandi. Biz ketdik. Men bo'lsa faqat ovqat uchun kelgandim. Bu yerda yolg'iz xafa bo'lma. Senga mana olma qoldiraman. Mayli, men ketdim. La'nat iblisi. Yana qancha umrim qoldi? 2 yil. Jin ursin. O'qiyotgan narsam qolib ketibdi. U esa u yerda ko'z yosh to'kyapti. Lekin hayron bo'ladigan joyi yo'q. Bu gal shuncha sherigi halok bo'ldi-ku. Undan tashqari sherigi bo'lgan Himana ham halok bo'ldi. To'xtachi. Unda nega men ko'z yosh to'kmayapman? Lekin Patita halok bo'lganida rostdan ham ahvolim og'irlashib qolgandi. Lekin Himenani vafot etganida, lekin faqat u men bilan do'st bo'lishni xohlagan ilk odam edi. Nima shunchalik tuyg'usizmanmi? Agar Power o'lsa-chi, ko'z yosh to'karmikinman? Menimcha yo'q. Agar Aki o'lsa-chi, bunisini ham bilmayman. Lekin Makim o'lsa-chi? Agar shunday bo'lsa ham, menimcha 1-2 kun xafa bo'lsam kerak. Keyin yana o'z hayotimni davom etaman. Yo'q, nima qilishim kerak? Turli ovqatlarim bor, to'shagim bor, yana yuvinishim mumkin. Hayot emas, jannatning o'zi-ku. Balki nafaqat yuragimni, balki insoniylik barcha tuyg'ularimni ham yo'qotgan ekanmanmi? Ha, mayli. Hozir bunaqa narsalarni o'ylashga umuman vaqtim yo'q. Bunaqa yomon xayollarni o'ylab, o'zimni kayfiyatimni o'zim buzganim qoladi. Mayli, ketdik. Mahkamani oldiga borishimiz kerak. La'nati jonimga tegdi. Biz kiryapmiz.
Salom. Oho, ko'z yosh to'kayapsanmi? Balki keyinroq kelarmiz. Sizlar endi kim bo'ldingiz? Xayrli kun. Biz Makimani buyrug'i bilan keldik. 4-bo'lim suhbati uchun. Menga qara, ana olmani olsam maylimi? Kyotodan? bo'lgan hujumda Zanjirli arra odam. yaqinda mehmonxonada bo'lgan hujumdan keyin Denzi, aynan sen ularning asosiy o'ljasi ekaningni bildik. 4-maxsus bo'linmani kengaytirmoqchi edim, ammo deyarli hamma halok bo'ldi. Demak endi siz bizni mashq qildirasiz, to'g'rimi? Meni kechir, ammo bunga vaqtim yetmaydi. Sizni bir odam bilan tanishtiraman. U sizlarga mashg'ulot o'tadi. Tanishinglar, bu inson To'xta. Avval savolimga javob berishsin. Sheriklaringiz o'lganida nimani his qildingiz? Hech nimani sezganim yo'q. o'ldi, bo'ldi, yig'lab nima foyda? Qasos olishni istaysizmi? Qasos degan narsani yomon ko'raman. Ko'p vaqtni oladi. Qo'shilaman. Siz inson tomondamisiz yoki iblis? Ha? Menga g'amxo'rlik qiladigan tomonda. G'oliblar tomonda. Qoyilman. Menga yoqdingiz. Ha? Sizga o'xshaganlarni topish juda ham qiyin. Qoyil maqom. Sizlarni yaxshi ko'rib qoldim. Jinnimi bu? Makima, ketishing mumkin. Mashg'ulotni hozir boshlaymiz. Ular endi seni ixtiyoringda. Makima, bizni qoldirmang. Men birinchi maxsus bo'limdagi iblis ovchisiman va menga ustoz deb murojaat qilishlari juda ham yoqadi. Mening qiziqishlarim ichkilik, ayollar va iblislarni o'ldirish. Nima? Nafas ololmayapman. Tura olmayapman. Sizning tana a'zolaringiz va tuzilishingiz xuddi insonlarnikidek. Umurtqangizni sindirishsa bas, tura olmaysizlar. Lekin odamlardan katta farqingiz ham bor. Voy, qonni his qilyapman. Biroz qon bersa, xuddi yangidek bo'lasiz. Voy ahmoq. Ay, nimalar qilyapsan, oy, aroqxo'r. Makima o'zi sizlarni yaxshilab tayyorlashimni iltimos qildi. Negaligini bilmayman-u, lekin seni yuraging o'qotar iblisga kerak bo'lib qolibdi. Va rahbariyat seni istalgan zarbadan o'lib qolishingdan jahli chiqyapti. Shunga bo'ynimizni sindirish shartmidi, jinni? Tan olaman, insonlarni juda ham ko'p o'qitganman, lekin siz kabi yarim iblis tajribamda birinchi bor. Mayli, kayfim ham tarqay deb qoldi. Endi yaxshiroq fikrlayapman. Aroq bosib ketgan miyamga qoyilmaqom bir g'oya keldi. Men eng kuchli iblis ovchilaridan biriman va meni faqatgina kuchli iblisgina yenga oladi. Shuning uchun bolalar, meni yenga oladigan darajaga yetmaguningizga qadar sizlarga o'zim ovchilik qilaman. Yo'q, u rostdan jinni ekan. Rostdan ham.
Demak, yigitcha boqiy ekan. Yarim qon iblisi esa yarim boqiy. Undan tashqari ikkovingiz bechora qariyaga bolg'a bilan hujum qilishni boshladingiz. Rahim qiladi deb o'ylamanglar. Yoshlik chog'imdan juda ham kuchli edim. Barcha o'yinchoqlarimni sindirib tashlaganman. O'sha vaqtlardan buyon sinmaydigan narsani orzu qilardim. Menga quloq solinglar. Siz ikkita befoydadan chinakamiga qudratli ovchilarni yetishtirib chiqaraman. Kon. Ko'ryapsanmi? Hech kim kelmayapti. Tulkini qudratidan aqlsiz foydalanganing uchun uni jahli chiqib qolgan. Endi hech qachon seni chorlovingga u javob qaytarmasa kerak. Qo'lingdagi qilich esa la'nat iblisidan, to'g'rimi? Uni yana necha marotaba ishlata olasan? Mana qanday suhbat haqida gap ketgan ekan. Birpasda tushunganingdan xursandman. Biz sherigim bilan hamkasblarimizga maslahat bergani kelgandik. Qo'polroq eshittirishi mumkin, lekin menimcha nafaqaga chiqish vaqting keldi. Orangizdan biringiz ishdan ketib ham bo'ldi. Seni qolishingga shaxsan bizni qarshiligimiz yo'q. O'z qat'iyatligingni ko'rsatib berishing kerak. Qat'iyatlilik. Hada, qat'iyatlilik. Agar qolgin kelib qolsa, ancha qudratliroq bo'lgan iblis bilan shartnoma tuzishing kerak bo'ladi. Xohlasang, ovchilikdan ketib, ozod hayot kechirsang bo'ladi. Yoki qolib, azoblanib o'lib ketmaguncha jang qilishing mumkin. Oilamni o'ldirgan ablah va sherigimning o'limida aybdor ablahlar hali ham tirik. Shunday ekan nimaga asoslanib xizmatda tark etishim kerak? Shunaqa degan. Mayli, tushunarli. Mayli, vaqtimiz unchalik ko'p emas. Shunday ekan biz ketdik. Ertaga qaytib, hujjatlarni olib kelamiz. Ha, Kyotodagi hamkasblarimiz yolg'on gapirmagan ekan. Tokioda yig'ilgan barcha ovchilar aqldan ozgan tentaklar deyishgandi. Bu ularning gapi. Lekin nima bo'lganda ham o'z kuchingga qarab to'g'ri baho ber. Aytgancha, senga mehmon kelibdi. Mayli, xalaqit bermaymiz. Men ketdim, uyqum kelyapti. Ertalab uyingizga mehmonga boraman. Yana uni deb aqldan oza boshlading. Tuzal. Voy, bugun meni necha marta o'ldirishdi? Menimcha 20 marotaba. Lekin seni o'ldirayotganda men hushsiz edim. Shuning uchun buni javobini aniq ayta olmayman. O'laverib charchab ketdim. Agar har kuni shunday qilaversa, xursandchilik qila olmayman. Mazza qilib yashash uchun mehnat qilishni boshlagandim. Azoblanishni davom ettirishni nima keragi bor? Balki birga qochib ketarmiz. Yo'q, unda xizmatdan qochib ketadi deb o'ylashlari mumkin. Unda xuddi oddiy iblisdek bizni rostakasmiga o'ldirishadi. Yaramas arxol sasiqchol. Bizni tuyg'usiz o'yinchoq deb o'ylayapti. Negadir umuman jahlim chiqib ketyapti. O'ylab topdim. Nima o'ylading? Bu cholni yengishni yo'li bor. Ha, u juda kuchli bo'lishi mumkin, lekin nima qilibdi? Miyasi aniq chirib ketgan. Uni o'zimizni yangi miyamiz bilan yengamiz.
Hey, rostdan ham gapingda jon bor. So'nggi kunlarda meni ham aqlim ko'mayib ketgandi. Ana u mangalardagi zo'r voqealarni birortasini takrorlab ko'rishim kerak deb o'ylab turgandim. Aqlimizni ishlatib o'sha aroqxo'rni yengamiz. Rostdan ham shu gapni aytganingdagi o'zimni aqlliroqdek his qilishni boshladim. Menga qara, men ham 100 ta g'oya o'ylab qo'ydim. Menga qarab, balki miyamizni birlashtirib, uni zo'r o'ldirishning yo'lini toparmiz-a? Cholni aqlimiz bilan yengamiz. O'zi bizni o'yinchog'imiz bo'ladi. Adashmasam, ularning uyi shu yerda edi. Qonni hidiga qaraganda aroqxo'r qariya kelayotganga o'xshaydi. Bizni hayotimizni azobga aylantirganlik badali o'lim. Aqllilar tomonidan cholni yengish operatsiyasi boshlandi. Qonli qurol. Tag'in boshni mo'ljalga olibsan. Menga tuzoq qo'ydingizmi? Demak, bu gal ovchi emas, o'lja ekanman-da. Jennerson. Qoyilman, juda ham yaxshi reja qilibsiz. Hayvonlarni burchakka qamab qo'ysang, ular aqlni ishlatishni boshlaydi. Lekin o'ylaganda ham yaxshiroq o'ylash kerak. Va yutqizganligingizning ikkita sababi bor. Bunday qurollarni ishlatganingizdan Power juda ham ko'p qon yo'qotdi va hushidan ketgan bo'lsa kerak. Ikkinchidan, Daisy, sen hujum qilayotganingda meni javob qaytarishim mumkinligini o'ylab ko'rmagansan. Lekin reja qilganingizni o'zi katta gap. Bugunga yetarli. Power. Sassiqchol ketdi. Bugunga yetadi dedi. Ajoyib. Nima? O'lja hech qachon ovchini gapiga quloq solish kerak emas, eslab qol. Lekin bir narsani unutma. Qudratli iblis bilan shartnoma tuzayotganingda badali ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Lekin buni senga atayin qilyapti deb o'ylamagin, xo'pmi? Xizmatga qaytganingda muammolar qizib turgan bo'ladi. Shuning uchun kuchli qurol kerak bo'ladi senga. Bu yerda tiriklikcha qo'lga olgan barcha iblislarimiz joylashgan. Shu yerda senga qurol qidiramiz. To'g'ri, bu meni ishim emas. Lekin kechagi qiz seni sevgilingmi? Uyalsang bo'lardi. Bas qil. Unchalik emas. Sherigimning singlisi edi. Ha, opasi uchun qasos olgani kelibdimi? Yo'q. U menga xat olib keldi. Xatlar? Bu xatlarni opam yaqinda yuboribdilar. Menimcha siz ham ularni o'qishingiz kerak deb o'yladim. Dadam qalay? O'zlarini yaxshi his qilyaptilarmi? Bizning oyligimiz yaxshi. Shunga kechirmay yubormang. Aytgancha, dadam shu kunlari tez xabar yozyaptilar.
Ha, bu yaxshi, lekin o'zlaridan ko'proq xavotirdaman. Dori ichyaptilarmi? Aytgancha, Akini zirak taqishga majbur qildim. Endi shaxsiy ovchi bo'lishga ko'ndirsam bas. Faqat hozircha o'xshamayapti. Lekin yaqinda taklif berdim. Ammo rad etdi. Sen mana shu xonada joylashgan iblis bilan shartnoma tuzishing kerak bo'ladi. Bu yerda kelajak iblisi joylashgan. Bizni bo'linmada faqatgina ikkita odam u bilan shartnoma imzolay olgan. Bittasini yarim hayotini olib qo'ygan. Ikkinchisi esa ikkita ko'zi, tuyg'ulari, hid bilish, ta'm bilish hamma tuyg'ularni olib qo'ygan. Agar unga yoqsang, balki osonroq shart qo'yar. Mayli, omadingni bersin. Sizlar bilan adab guruhi bo'ldi.